Ну da, agrotdagi suvlarni qurib qopti. Xo'p, o'zi bu suv bilan o'chgan 2 kun oldinda, lekin o'shanga mana bu polizdagi o 2 o'zi chiqmayapti suv hisobiga. Xo'p, hammaga salom, sizlar mana o'sha Suroj o'singga o'xshayapsizlar. Ey, jitil, nima qolsam baribir suv yo'q-ku. Endi da iloj endi balki ber suv yo'q berar a. Bilmasam, buni so'rab ko'raymikin. Orasidan bugun oyligimizni olishimiz kerak edi. Mana qirg'izga beramiz. Oylik olish kerak-da, to'g'rimi? Hozir kirib chiqaydi. Xo'p, do'stlar, xullas, bizani o'zimizdan jitil mer ketib qoldi qo'shni qishloqqa. Janob prezident buyrug'i bilan va bizga yaqinqadir nima desam bo'ladi, xullas bo'ladi, bo'g'irsoq, qanaqadir michig'ov, qanaqadir mer olib kelib qo'yishdi. Mer emas, qanaqadir o'zidan millionerga qo'ygan bitta odam. Xo'p, mana tahrirlar turibdi. Xo'p, assalom. Nima? Qolib ketibsan. Nima mer oldiga? Kirish pullik. Nima kirish pullik? Nima? Kirish bitti. Tvoy salom. Nima axiri? Nima qolsalar? Kirish pullik desa, Axir bittagina mer gapirmoqchi uchun gapirib chiqing. oldi pulni to'la keyin. Ha, mayli, mana tish chiqsin, mana bo'ldi, borga qolaring. Bo'ldi, men bu qismdan ketaman. Onasini yepsa bo'ldi. Ketsin, ket oyingni xolaylik. Mer bitta navbatda. Men ko'raysam xudishtil o'zing ketyapti. Xo'p, bundan keyin mer O'tkinchi kirish pulni to'ladingmi? da kirish o'ziga kirish pullik. Endi uka u biznes. Hop, mer undan keyin balki bizga hamma gap dangari oyligimizni bugun oladigan kun. O'sha oylik bera olasizmi? 40 oylik. Oddiy oylik. Men ekin olib ketchi. Ekin yo'q, o'shgani yo'q, axir o'y suv o'chirib qo'ygansiz-ku. Nima bilmayman, men ekin olib kelasan, keyin men senga oyligini beraman. Men qani axir suv tug'may. Ishtagani keldingmi, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Men arz qilmoqchi, men bu qismdan ketaman. Siraj senga maslahatim shu. Hozir o'zing dodilga chiqib qo'yaman. Bitta tez chiqib ket. Chiqmayman, nima qilasan? Oxiranalar bo'ldi chiqaman. Xo'p, bo'pti, mer oyligimizni bering, suv bo'pti, suv yoqib bering, hech bo'lmasa undan keyin ekinlarni olib kelib beramiz. Men bilmayman, suv yoqib bermayman. Bilasan, suv qancha qimmatligini? Nima qilmayman endi? Shuni qilaman. Bo'pti, xullas. Aytgancha vaqt qo'y, tez chiqib ket, men boshqa ishlarim bor. Lekin men zamon aytdim, mana. Torib turing hozir mana. Men aytdim, mana bu sandiqlarning ichida nima bor? Ularga tiyma, kiysang o'lasan. Ochib ko'rsin. Ochma desa, ikkilanib tez chiqib ketlaring. Sizlarga oylik yo'q. Lekin eslab qolding, sen ham chiqib ket. Qaytib kirganim bo'lsa salam. Tfu, вообще, salam. Tfu. Meringga ham, o'zingga ham, qishlog'ingga ham. Mana qishloqqa ketaverman yaqinda. Do'stlar, xullas, mer bizdan oyligimizni berish xohlamayotgan ekan, lekin o'zi pul ko'p. Suv ham o'chirib qo'ygan, ko'p pul oladi deb. Do'stlar, bugungi videoda millioner o'g'irlashning 5 xil usulini ko'rib chiqamiz. Albatta videoga like bilan bosib kanalga obuna bo'linglar. Sizlar bilan Suraj bo'lmoqda. Do'stlar, birinchi usulni ko'rib chiqargan bo'lsak, birinchi usul esa mana bu usul. Do'stlar, xullas qo'rqitib pulni olib qo'yish, anaqaroq o'g'irlik qilib, xo'p bo'lmasa do'stlar, lekin ahran oldiga boramiz. Birinchi ikkita ahran tinchlantiramiz. Xo'p, qalaysizlar, yaxshi bo'ldimi? Oldin pulni to'la. Oldin pulni to'ling. Xo'p, bo'lmasa mana hozir pulni to'layman. Xo'p, bismillah. Xo'p, mana senga yaramas. Bu yoqqa. Nima bu yoqqa yaramas? Mana senga. Yaxshi, ikkalasi easy bo'ldi. Qurol yo'q ekan, yaxshi ham. Xo'p. Janob, assalomu alaykum. Nima bo'ldi senga? Axirlarim qara, pul to'ladingmi? Pulini to'ladim. Hozir qo'ling ko'taryapsiz. Menga oyligimni chiqarib ber. Oyligini siraj tinchab. Hozir kechmiramiz tinchlikcha. Qanaqa qo'log'ingdagi aypursiga o'zing ham qo'ygan bor. Hozir menga oyligimni chiqarib ber. Xo'p, faqat raqamni jiddiylashma. Xo'p, hozir chiqib beraman. Yaxshi, bosra onasini yapsa, bosib tasha. Bo'pti, tez chiqar. Men ol faqat menga aytayman. Iltimos menga aytayman, hali o'ylaganman yo'q, o'g'illar birga ochmagan. Yaxshi, shunday bo'lsin. Xo'p, bunaqa qaytib kelaman. Voy do'stlar, jetal tabriklar, hammasini tinchdim. Eshitolsammi? Xo'p, do'st, xullas pulimizni oldik birsak, lekin bu bizga kam qilar. Mana u meri butunlay bankrot qilib, bitboqni haydashimiz kerak. Xo'p, do'stlar, bunaqa birinchi usul ko'rib chiqsak, endi navbat ikkinchi usulga. Do'stlar, xullas men bu kimchilar, bu ahran emas, bu Mamman do'stlar, Sirojman. Xullas ahranning kiyimiga o'sib, hozirning kiyimiga oldim, turkichalarni olib, xullas hozir xona ahrandaga aylandim endi. Endi sekin o'sha ahranni tinchtamanda, keyin meri oldiga kirib boraman. Oyligimni qilib berasiz deb, shundan xullas shunaqaroq. Xo'p, endi sekin o'z xona ahranasiga tinchitish kerak-da.
buni o'rniga turib olish kerak. Sekin. Hop, bo'ldi endi. Hop. Nima bo'ldi? Yo'q, bilmasam, shu ham shu bilmasam. Bo'pti, yaxshi turibmiz. Xo'p, agar kimnikilar qolsa, uni haydash kerak sразу, okey? Okey, yaxshi. Ha, mayli. Mayli bo'lsa, yaxshi. Ovozing juda o'zgarib qolibdimi? Yo'q, просто shamol qo'y. Endi esan, bo'pti, men hozir boss oldiga kirib chiqay. Xo'p, boss. Mana oyligim qachon berasiz? Oyligini yaqinda bergandim-ku. Yaqinda emas, o'zi 1 oy bo'ldi. Ota o'zi. Necha kun bo'ldi? 7 kun bo'ldi-yu. 7 kun 1 oy bo'ladi-yu. Da, shunaqa edi, 7 kun 1 oy. Bo'ldi, mana hozir bera oyligini. Yo'q, tezorashtiring. Mana ol. Okey, rahmat sizga. Xo'p, boss, pulni oldik-ku. Xo'p, qo'lisan, yaxshimisan, so'rang, yaxshimi bo'lishqa, yaxshimi? Xo'p. Vaqt chiqdi. Yo'q, shu o'zim endi nimam deysan endi. Hay, mana senga. Nima qo'sasan? Katta qo'lingni oppa. Yaxshi, sekin. Endi buni kiyimniki olishga deysiz. Yaxshi kiyimni kiyib oldim. Xo'p, do'stlar, xullas men o'shani kiyimni kiyib oldim. Eski kiyimni ichib tashlab, kiyim qilib turib, Selavan uyi orqasida turibdi. Endi sekin buni nomidan ham oyligini so'raymiz. Xo'p. Boss. Nima deysan? Nega oyligim beribsiz? Menga ham oyligim bering. Oyligini olaymi? Birga beraman hammayni. Xo'p, seniki necha bo'ldi? Meniki, hop, qancha desam. Hop. 6 ta izvortli bo'ladi. Yo'q, shu 6 ta izvortli bo'ladi hozir. Nuri ol, qutuldim ekanlarim. Da, rahmat boss, rahmat. Hop, men sekin chiqish kerak. Yaxshi. Bo'lsa yaxshi, qo'l pozitivli aniqroq axrana ovozini o'xshashga harakat qildim. Endi do'stlar, bu 3-usulda va endi 4 va 5-usulga o'tamiz. Qalaysan, Jitel? Xo'p do'stlar, endi 4-usul, ya'ni shantajlik qilish uslubi. Ya'ni do'stlar, hozir men telefon bilan men videoga olaman-da, undan keyin ularga aytdim. Xo'p, qani bismillah boshladik. Xo'p, zapiska hammasi bo'ldi. Xo'p, mana qadrli obunachilar, mana 100 million obunachilar, mana qaranglar. Mana bu yerda, mana bu ikkitasi. Qo'shsana, videoga olma, yuzingni. Mana o yuzlang ko'rsatlaring nima yo'losizlar mana shu ikkalasi xalq pulini yo'qotdi, to'g'rimi sizlar o'zing gapir. Da, bularni qamatish kerak. Mana qadrli obunachilar. Qo'shsa bitta qish kerak. Mana bu. Boss emas bu g'irt dabdala odam bunga ishonmanglar. Nima qo'shsan? Yaramas, internetga chiqazmoqchisan. Yo'q, YouTube'ga chiqarsam 1 million odam ko'radi. Bilasizmi qancha obunachi bor? Mana 100 million obunachi bor. Rasmi shundan necha million odam ko'rishini, boss undan keyin qamalib, sudlanib ketasiz xullas. To'xta. Nima deysiz endi? Mana ko'rasizlar. Balki ozgina pul bersam. Do'sti ko'rasizlar, menga pordaklab qo'yibdilar. Pul, qancha pul bermoqchisiz? Mana gap shundan boshlash kerak edi-da. Bo'pti, hozir beraman. Mana ol. Nima 30likda o'tkazishdi. Mana qadr bilan sizlar biz videoni davom ettiramiz. Stop. Nima deysiz? Mana to'rab tur. Endi-chi? Bir stok. Normalniy bo'pti. Unutamiz. Hozir telefonni beribken. Telefon meniki, bor yo'q qolgan pul. Bo'pti, o'chirib tashlayman, qarang mana. Mana o'chirib tashlayman. Hop, to'xtang, video yoqishingizdan chiqib qopti-yu. Nima? Ayo, hazillashib, qoch video yoqishingizdan chiqib qopti. Hop. Nima qo'shsam bitta tez chiqib yuzingni bekat. Mana ko'rasizlar, mana ikkita negr mana. Kim bo'dim? Ayo, brat hazillashim, negr emas, siz oppoqsiz вообще. Xo'p do'stlar, mana bu o'zi video yoqmay aytdim, umuman bu ekran yashamaydi deyarli. Xo'p, bo'lmasa do'stlar, men 4-usulni ko'rib chiqdik va endi eng oxirgi va juda ham samarali usulga yetib keldi do'stlar. Xo'p do'stlar, oxirgi 5-usulga yetib keldik. Do'stlar, 5-usul qanaqa bo'ladi deganlarga mana do'stlar, 5-usul. Sekingina mana bu mer turibdi, mana shuni qilib Jitil maslahatim betdan qoch, hozir bitta bababum bo'ladi. Sekin qo'yamizda. Oppa, qoch bo'ldi. Chumani qanaqa ovozmi? Yo'q. Joyi jannatdan bo'lsa yaxshi bo'laydi. Xo'p, qanday sekin do'st axrana bilib qolmasdan. Chumani hozir paqildan ovoz keldimi? Yo'q, balki. Xo'p, endi bu cho'chqalarni qo'yguncha, meram o'lib ketdi. Voy, yaramas sekin. Endi betib qolish kerak. Oppa, endi sekin bitta. Mayli, bitta yo'qdim. Xullas, paka men bitta yo'qdim. Men bitta sizlarni ko'rmadinglar, men sizlarni ko'rmadim. Okay, let's go. Xo'p, do'stlar, xullas, bizning videomiz shu yerda. Albatta,
Videochamiz yoqqan bo'lsa, like bosib qolgan obuna qo'yinglar. Sizlar bilan so'rash bo'ldi va kimlar o'tib turinglar. Hozir do'stlar sizlar bilan birlikda mana bu pullarni maydalab olamiz va qolganlarni hammasini yaxshi. Yaxshi do'stimizni borib ketdik. Endi mana bu tashiymiz-da. Xo'p, endi mana bu tashiymiz. Bu bizga ham kerak emas. Endi biz millioner ikkimiz. Biz boymiz вообще. Endi biz ham shunaqa qishloq ijaraga olamiz, jitlar shunaqa qilib qiynaymiz. Xo'p, mana kerak emas. Non ham kerak emas, men undan boyman. Xo'p, oppa. Bo'lsa ham men boyman endi. Yo'q, qani ho. Endi jitda cho'nson. Endi mencha Felix bor chaqir, okey? Tushunmadim, o'zingga do'stam bo'lsan. Nima? Oppa. Yaxshi, o'ziga ketganlar shuna bo'ladi. Xullas, hammaga xayr. Sizlar bilan men o'sha boy aytganimdek so'rash bo'ldim va kimlar qo'shimcha xayr, albatta like bosib kommentariyaga omad yozib qoldiringlar. Paka.